Salam, aziz qarindoshlar, barcha ko'rurmanlar. Ekran oldidagi bizning programmamizni qo'llab kelayotgan, izchil ko'rib kelayotgan barliq tordoshlarimizga ko'p rahmat aytamiz. Oltin yo'l sho'pirlik maktabi izchil qo'llab kelayotgan Tabarik kishi programmamizni hozir yana shu bugungi suhbatimizda bizning shu Ushturpanaya Yangivat yezisi Puchkentidagi bir Tabarik akamiz Abduvoyit Saydi bilan boshlaymiz. Abduvoyitga ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi. Salomatligingiz obdanmi? Ha, normal. Anlasam sen saksız olab qoldi demiş, putqollari og'riydi, qo'ltiqasi bilan mangadi deb anladim o. Shunda putqol og'riydi, aslan menga boshqa ishlarim yaxshi. Boshqa zasiyli saq bo'lmasa. Saq. Xo'sh, asos maqsad kelsak, biz Müsaadat kız ikimiz hem de siz şu Yangivat yezimizden Puchkentidagi san'at sepida biz uzun yıl birga bo'ldik. Nurg'un musobaqalar qatnashdik. UAB'dagi nurg'un qetim berib, nurg'un o'yinlar birga qatnashdik. Siz shu tavallikda shu Yangivat yezisi tavasidan hamda shu öz zamanınızda sizin yaşlıq dəvirlərinizdən nurg'un san'atga töhfə qo'shgan bir ustoz Tabarik akamiz hisoblanasiz. Shunlashqa Saodat qiz bilan biz birga ishlagan vaqtimizdan keyin olmay ishib Saodat qiz bizga nasl bo'lib ashari bizni san'atni o'rgatib bizga boshlamchi boshliq bo'lib ishlagan. Hozir pensiyaga chiqdi. Siz tek pensiyaga chiqmaganda davomli ishlayapsiz haqdan. Mush san'atdan endi sizni unutib qolmay öz zamanısında size şu meyli şu yurtumuzdaki toy tökünün olturuşları bulup kalsın veya ki partiya hükümet uğurlaştırgan tiyatr halıda uyan koyduğun kendi yazılığa asas katlamağı verip uyan koyduğun işler olsun şuna mı? Şu vaxtda birli verip birli kelip sizden nurgun siz şu vaxtda mı şu sanatçılığın içinde siz başlamcı olup müziğini başlap siz müziğini başlamışsınız kağallar sizi qarab turdiq ata ismini bor. Shundaq töhbələrini, shundaq jafo mashaqqatli kunlarni boshdan kechirib san'atga, bularimiz Yangivat yezisining san'at ishlariga kuch qo'shgan. Siz bilan birga ishlagan davrdosh akalarimizdan Ahmet Tarikam tugab ketdi. Yana bir birodar vaqti Tudafil, siz g'ajak chalibdingiz, nima Ahmet Ikam Dutan çaltı qağallarımız naqsha bu bilimler nurg'un san'atlik birga tayyorlik qilib ashna qilgan mushu munosabat bilan hamda sizdan yana kelyapmiz aka. Rahmat. Hozirmi ancha-muncha bir muzik chog'idek bir ishlarimiz bormi yo hozir sal hamda yashinib qolganda? Voy, ba. Hozirmi chet bo'ldingizmi? Chet bo'ldim men. Necha yosh edingiz? 64 yoshga kelgan bilan 45 yosh boladagi 100 yaşım var. Mana 64 kelgan bo'lsangiz ben yosh ekansiz Jumatov. Bek qiyirib ketgan o'xshayapti. 90 yoshdan kelib deb Mehmet. Tarixini surishtirib qilsak bu siz yosh ekansiz emasmi? Biz qilamiz. Evet bu Abduvoyit aka bir 90'lık idi, bir yo'qlab kelmaymiz deb Saodat qiz ishkimizda deb shular oldirib ketdingiz biz. Hozir shunda vaqtda ancha-muncha bir do'st yorlarlaringizdan o'ltirishlarda muzik chalyapsiz. Ho, chanmay meni topmasa, ular so'rimo eshitmaydi ular. Burun mashlati Ahmet akam siz qatorliqli mushtabalikda asli bo'lmasangiz u so'rin to'y to'yki. Mush o'ltirganlar bilib olsak, jonni 5 mingga Qiz yelkamizda bo'lganda olsa, o'zimizcha burunqi yoshlik davrimiz qaytgandek bo'ladi. Siz Abduvoyit aka shu hamda men sizni tonigandan boshlab asos jihatdan shu g'ajak chalasiz siz. Bu g'ajak chalishda hamda bu g'ajakni bir muallimga shogird berib bir ustam o'rganganmi yoki o'zingizni radio televizordan olib o'rganganmi? Men bir Qurbon Saidda bir akam bordi, muallim. Shu iskirab chalibdi. Ashdan qilib unda qilgan lekin menga bermaydi. Maktabga ketgan vaqt g'ittan uydan qiziqib keyin bu Yangivat o'rta maktabda bir muallim bo'lgan vaqtida bir ko'pan sarjandi deb
Kurban açık bir koyun bir ıskırabın açık bet hoş bulup yüzemmiş. Aşında koyucu bügende. Yüzünüz şu, yüzünüz kız Yüzem, yüzüm bir ustaz bügende gelmez mi? Yüzem kızıkıp televizör loyonlarını anlar жүрüp, aşma adam kalan neyse ki ben mi kılalayım deyip aşında heves kıp bügende. Abdülhakim biz şu elik yezda aş faaliyetli kardeş kavakız var şu muzikantılığın başlamadı. Abdülhakim başlap. Kıramızsa kamalçılar nokuk koyar. Benim de ortagal yakış yalamız nokup birettim. Aşı Abdülhakim başlap verse kağalla Abdülhakim başlap manıttı. Ahmet'cim sen fıdaklar. Ahmet vay. Ha, da kuyruğunu. Bir tevarik bir muzikant desek olur. Endi siz Saadet kız bu şu. Yanıvatniki bu şu medeniyet punktida bek uzun işlediniz. Ben bilsem işte etkensiz eşeğim. Neçe yıl işlegensiz aşıydarda? Ben şunda olganda şu 89 yıldan başlap 2022 yılgacha şu 33 yıl işleptim. 33 yıldan hemmisi de şu medeniyet punktida, medeniyet işleri öyle. Vay siz bek nurgun jaryanına başlayıp getirip siz bu Yanıvatniki bu nimesiga bu medeniyet işleri sizden tökpüňiz hikayesini. Men Emdirak mı şu sanat yolu emdirak mı kadem koyup kızıkıp yüge vakılda mı şu nimede yezde aşında bütün aşı dağ dedik ki kentki hem aşında anca mıcı sanattan haberi var. Meyli kız, meyli oğal, meyli usulçı, nakşçı, müzik çalı alaydı kalman hemmisi şu yezığı jığıl kesli ben yanım Arap bazı kirvelip degendek şu vakılda qarsam mı şu Abdülhakim meşede şu baş müzikat başlamçı şu Serki olap yüge vakırken şu.